alaykum. Do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Bizni qadrdon podpischilarimiz. Xo'p, ancha bo'lib qoldi qomusiya darslarimizni o'rganayotganimizga. Sababi bor. Biz katta bir tog'ni zabt etdik. Shu bo'yicha ozgina savollar so'ramoqchi edimiz bolalardan. Keyin boshlaymiz, xudo xolasa nimani? Darsni. Umar hamda Sanjarbek. Yana o'sha 3 mushketyor. Xo'p, Xudoga shukr tiraymiz. Tirga chiqib kelib oldik. O'ziga yarasha qiyinchiligi, o'ziga yarasha taassurotlar, o'ziga yarasha nima deydi? Xato, kamchiliklar bo'ldi. Endi ular tajriba bo'lib qoldi. Keyingi haykinglarimizga ham o'z ovozidan bilinayotgandir. Xo'p. Qalay bo'ldi hayking? Bilishim bo'yicha Obuqashqa degan cho'qqisiga ovchilar cho'qqisiga chiqib tushdik. Endi bu bo'yicha ozgina endi sizlardan ma'lumot so'rab qolaman. Taassurotlarimizda endi 17 yoshingizda kabi ishmas. Yo, 17 yoshda endi baribir o'ta yosh emas, lekin birinchi haykingim uchun menimcha yaxshi bo'lsa kerak. O'ta go'zal. Xo'p, taassurotlar zo'r. Endi haqiqatda riski bor. Misol uchun o'sha haligi joylarga ham yozib qo'ygan, ayig'i bor, ilon bor, boshqa bor deb yozib qo'ygan, keyin ayniqsa cho'qqiga chiqishdagi tepalik, ya'ni cho'qqini tepasiga chiqish bor-ku, o'sha ham rosa haligi riski katta. Endi baribir har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun taassurotlar zo'r bo'ldi. Haligi o'zingizga nisbatan ishonchim ancha oshadi. Bunaqa cho'qqilar zabt etilganda shunaqa. Sanjarbek men charchamasa keraklar yo bildirmaydi charchaganlarini bilmadim. Bilas shunaqa. O'zingizchi. Nima? O'sha bir tarafdan shunisi ham to'g'ri. Charchamasdan iloji yo'q, ko'rdingizmi? Nima plansiz, haligi kutilmalar kamroq bo'lgani uchun zo'r. O'zi har doim shunaqa bo'lgan. Bundan oldin chiqamizda ham oldindan plan qilib, bir hafta oldin reja qilib qo'ymaganmiz. 2 kun oldin ketdik deb chiqib ketavergan. Bu safar ham shunaqa bo'ldi. 12:30 da aniq bo'ldi-yu biz nimaga ketishimiz, Toshkentga ketishimiz. Shuning uchun haligi nima deydi? Hodisa kelyapti, haligi nima qilib ketyapmiz-da. O'sha paytda o'zida reja qilib, haligi yengib o'tib ketyapmiz. Realizatsiya. Ha, o'sha paytda o'zida, o'sha daqiqani o'zida. Shuning uchun maza qildim men. Borib, paradkalar olish, poyezdga ulguramiz deb bitta podkast qilsak bo'ladi-yu, o'zi-yu, bolalar yig'ib. Qanaqa, to'g'risi. Tushuntirish berib ketish yerda bizni haykingga borishimiz o'zi aniq emas edi. O'sha kuni, misol shanba kuni ketgan bo'lsak, ertalab 4larda ketganmiz. Dushanba kuni 4da qaytib kelganmiz. Bizni ketishimiz qanaqa bo'ldi? Keyingi haftalarda bizda futbol chempionatimiz bor. 4 hafta davom etadi. Vaqtimiz bo'lmaydi ekan. Mana shuna hisobiga biz anchadan beri plan qilib yurgan, ya'ni plan qanaqa chiqmoqchi bo'lib yurgan haykingga bitta vaziyat bo'lib qoldi o'sha kuni. Ya'ni o'tgan shu shanba kuni borishimiz kerak bo'lgan edi. Bu juma kuni ana bo'ldi. Kechqurun 9da. Ya'ni juma kuni gaplashdik bolalar bilan. Ba'zilar chiqamiz deyishdi, ba'zilar uydagilar javob bera olmadi, chiqolmadi. Kechqurun biz mashinaga gaplashib, joyda gaplashib, qatga chiqishlikda gaplashib, maqinimizcha o'zi 12:30 bo'lgandi. 12:30 deganimki, shanba kuni o'tib bo'lgan, juma kuni bo'layotgan ish, shanba kuni kechqurun, ya'ni ertalab gaplashmayotgan narsa. Uyqusidan turg'izib, mana bolani Umarni uxlayotgan bolani turg'izib, shunaqa qilyapmiz, mana vaqtgacha ketyapmiz deb shunaqa vaziyat bo'ldi. Ya'ni force majeure holat. Shuning uchun aytishyapti, hali kutilmagan holatda chiqib ketib, borib kelib, shuncha nimani ko'rib keldik. Shuning uchun har taraflama zo'r bo'ldi deb aytishyapti. Xudoga shukr. Nimasi o'zi boradigan joyda o'sha paytda o'zgarib ketishi. O'zi Angren edi-yu. Ha, shunisi. Yarim soatdan keyin yo'q, postlarga qilib boramiz.
Misol bir hafta oldin biz kerak jihozlarni olib qo'ymayapmiz. Tayyorlik qilib borib yo'lda yozishib aka bormi chiqadimi deb gaplashyapmiz. O'sha ham zo'r bo'ldi. Yo'lda hal bo'lib Yo'lda ketdik. hal bo'ldi. O'sha borib o'sha aytgandek Endi sab ketib. o'ziga yarasha nimasi bor, u juda katta nima bo'ldi. Risklar bo'ldi, erta kamchiliklar, erta bo'layotgan muammolar, bu o'ziga yarasha aytgandek bitta podkast bo'ladi haking uchun. Muhimi o'sha ketkazgan vaqtga, keyin eng nimasi pulga achinmaymiz lekin. Men shaxsan Bizni mayli, achinmayman. bizni komanda, Bezodbek, men unchalik ko'p sarflamadik, lekin mana normalniy sarflab qo'ydi. Endi bilmayman, pulni qayerdan olgan. Shubha bo'lishi mumkin deb qo'yaymi. Shunaqa, Xudoga shukr, Hakingga topiladi. sizlarda bo'ldi. Zo'r taassurotlar, haking qilinglar. Lekin ma'lumot berib ketmang shu yerda, chunki yangi auditoriya. 3099 metrlik Obuqashqa, yana bitta nomi Ovchilar degan cho'qqi Bo'stonliqda joylashgan. Amirsoddan o'tgandan keyin qo'riqxona bor. Shu qo'riqxona ichki ketiladi. Qishloqdek Yangi Qo'rg'on qishlog'ida ekan, Bo'stonliqda. Ertaga borish ham juda ham o'ziga yarasha mashaqqati bor. 3 ta maya chiqishingiz kerak, transportga chiqishingiz kerak. Juda qiyin. Ertaga borib, palatkada borib joylashib, keyin ertalab vaqtli 4da 2:30 turganmiz. 4da yo'lga chiqqanmiz. Kechqurun 6da qaytib keldik. Ya'ni umumiy hisobda 14 soat vaqtimiz ketdi. Cho'qqiga chiqqani 7:30-8 soat primерно. Qaytishga 6 soat vaqtimiz ketdi. Ya'ni bu juda ham zo'r degani. Orada nima? O'zi bundan ham kam chiqadi. Chunki o'tirib dam oldik, ovqatlandik, cho'mildik, sharsharalarda shu xaradiyamlikda. Shular hisobga olmasa, shunaqa 12 soat, 10 soat o'rtasida bo'ladi o'zi aslida. Lekin zo'r. Asosiy mashaqqat nima? Bizni shaxsiy mashinamiz yo'qligida. Chunki hamma aytayapti-yu, borgan bo'lsak, kim bilan ko'rishgan bo'lsak, asla mashinalar yo'qmidi deb turib haligi yordam berib olganlari ham bo'ldi, misol o'sha palatkani bergan ekan, misol. Chunki agar shaxsiy mashina bo'lsa yoki o'sha tanishlikka bo'ladigan bo'lsa, ancha osonlashadi. Lekin Toshkentga borish, Toshkentdan Bo'stonliqqa borish, ertaga yana bittaga chiqish, Aka aytdi-yu, Farg'ona shuncha yo'l bosib shu yerga hakim uchun keldingmi deb. lekin haqiqatda unchasini turish qiyin-da. Shunaqa misol siz eng nima qoyil qolgani bizga bilmaganingiz uchun ham haligi zo'r bo'lganda sizga. Qiyinchilikni bilmadim mana rostdan. Misol shunaqa uka boramiz Toshkentga, ertaga poyezdga chiqamiz, yana chiqamiz. Bu ham bilmagan daraja poyezddan keyin yana yurishimizni, ko'p narsaga duch kelishimizni. Siz boplagansiz-da, o'zi biz olib ketavergan, bu yoqda ishlar bor, ishontirib ketishavergan. Oson bo'ladi. Biz xohlamagan summa ham bo'lib ketdi keyin. Lekin zo'r. Achinmaymiz, zo'r har taraflama. Meni ham birinchi tabletkamni nomi shunaqami? Tabletka deylarmi? Cho'qqi, opishtiraymiz tabletka. Shu birinchi tabletkali cho'qqini zabt etishimni, lekin boshqa nimalarga chiqqanmiz tog'larga. Lekin bolalarni Umarniki ham birinchisi bo'lganda ham eng qiyini. Sanjarbek nechinchisi? Tabletkalisi? 3ta. Katachimi yo'q. Shunaqa. Eng tajribalisi shu bola. Bizning gidimiz. Men rostdan hayron qoldim. Endi o'zlari charchagandirlar-ku, to'xtamayaptilar. Faqat ketaveradilar, bilmayman. Haligi Vesga nisbatan bunaqa harakat men kutmagandim, to'g'risi. Haqiqatda qoyil qoldim rostdan Sanjarbek akaga. Aka qattiq menga ham salga yordam berib haykingda. Yana ma'lumot o'rnida aytib o'taman, o'sha darajalar bor ekan o'zi haykingda. Men tabiat sari uz degan veb-saytdan ko'rdim. O'sha oson daraja, o'rtacha daraja, qiyin daraja, keyin ekstremal daraja. Biz chiqqan joy ekstremal darajaga bo'lar ekan. Shuni ko'rib hayron qoldim. Hali o'zi aytdi-ku, tushayotganda, qarab tur toqqa. Keyin shetga chiqib tushdingmi? Ishonavering boru, yaxshi. Boshida haligi mindset oson deb o'ylagan. Misol boshida biz chiqqanimizda ham qorong'ida chiqdik-ku, keyin tushayotganimizda bildik qanchalik ko'p yurib olganimizni. Haligi bir motivatsiyada tezroq chiqay deb yaxshi bo'ldi, keyin oxiri kelganda sal charchoq bo'lib, boshqa bo'lib, lekin yaxshi Xudoga shukr chiqib tushdik. Shunaqa.
gapirmoqchi bo'lsak gap ko'p. Endi darsga o'tamiz. O'tgan safar darsimiz embodied thinking bo'lgan. Uni ko'rib chiqqanmiz, gaplashib chiqqanmiz. Mana shu darsda qolingan. Menimcha buni gaplashgandik bu tema bo'yicha. Oxirida gaplashganmiz. Gaplashganmiz. Gapirib berganmiz. To'g'ridan to'g'ri ustozni fikrini misol aytib bersangiz bo'laveradi. Keyin qisqachami? qisqacha ko'payib ketib qolmasin. Darsga o'tib ketaveramiz. Gapirmasa ham boradi aka. To'g'ridan to'g'ri darsga o'tib ketaveramiz. Embodied thinking nimasini, g'oyasini ko'rib chiqqanmiz. Oxirgisi shu bo'lgan. Keyingi g'oyamiz transfer learning bo'ladi, adashmasam. Shunaqa. Boshlayveramiz unda. Transfer learning haqida gaplashib o'tdik. Machine learning ML dan kelgan g'oya ekan bu. Agar biz bitta turdagi qonuniyatlarni o'rgansak, boshqa joydagi muammolar ham yaxshilanmoqda deb keltirdi. Bunga misol qilib shu machine learningda AI nimasida bitta tilni o'rgatgan bo'ladigan bo'lsa, ingliz tili bor, bu yoqda mandarin bor, Chinese. Mandarinni yaxshiroq o'rganib kiryapti ichiga. Bu o'rgangandan keyin shu ML bu yoqdagi ingliz tili nimasi ham tushunishi ham yaxshilanib qolyapti. Bu yoqda o'zbek tili ham yaxshilanib qolyapti. Ya'ni bitta sohani yana ham yaxshiroq o'rganish narigi sohadagi ilmimizni narigi sohaga tegmasa ham kuchaytirar ekan. Tushundingizmi? Endi o'zimizda qanaqa fikrlar, bizda qanaqa fikrlar uyg'ondi, ichimizda nimalar bor, shularni bitta gaplashib o'tsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'proq shu personal yetib ketdi. Xo'p, menda asosiy tushungan narsam o'rganishni to'xtatmaslik, shu asosiysi, ya'ni bitta joyda stak bo'lib qolmaslik, qotib qolmaslik. Misol uchun, misol tariqasida quruvchi deylik, quruvchi doimiy o'sha qurish bilan shug'ullanadi, ishlaydi. U nimani o'rganishi mumkin desangiz, o'zi quruvchi jarayonlarni biladi, qanaqa qurishni biladi. Misol jamoasi bo'lsa, jamoani qanaqa boshqarishni biladi. Misol o'zi oddiy quruvchi darajasida o'rganish orqali, davomiylik orqali, ya'ni qotib qolmasdan o'ziga jamoa shakllantirib, guruh qolsa bo'ladi o'sha. Quruvchilar u odamni gruppasi bilan chaqiradi. Va shunaqa qilsa bo'ladi yoki o'zini endi bu o'sha pikro etabi qurilish kompaniyasini olsa bo'ladi. Ya'ni buni tagidagi narsa o'rganishni to'xtatmaslik, qotib qolmaslik. Misol komfort zonaga tushib qolmaslik. Va ko'p holatda bunga eng katta sabab menimcha pul deb o'ylayman. Misol u odam o'zi deylik 10 million topyapti, 10 million yetib turibdi o'zi. 10 million yetib turibdi, bo'ladi o'zini qiynagisi kelmasligi mumkin yoki rivojlanish uchun qanaqadir xohish bo'lmasligi mumkin. Shunaqa. Va keyingi masala o'sha aytib o'tganimizdek, bitta sohani o'rganadigan bo'lsak, tabiiyki boshqa sohalardan ham bitta sohani, ya'ni mana misol marketing bo'lsa, asosiy soha marketing bo'lsa, men tarixni ham o'rganyapman. Tarixni o'rgansam, marketingga ham foydasi tegib turadi, tarixni o'rganganim. Sababi misol deylik, qanaqadir strategiya qilish mumkin, nimadir o'ylab topish mumkin. O'shani tarixga bog'lab turib, nimadir qilsa bo'ladi. Yaxshi narsa qilsa bo'ladi. Bog'liqlik va menda ham mana shu narsa bo'lardi. Misol qomushligiga eng haligi protiv qarshi fikr qanaqa? O'sha haligi 10 ta sohani chala bilganda, bitta sohani zo'r bilgan degan narsa bor va bunga ustoz o'zlari javob aytdilar. Bu o'sha nimaga bu bir-biriga qarama-qarshi narsa-yu, ya'ni nimaga bitta sohani zo'r bilib, 10 ta sohani chala bilmaslik, 10 ta sohani fundamental bilmaslik, bitta sohani zo'r bilib. Mana shunaqa endi cheklovliroq savol bu. Xuddi shunaqa holat. Bir-biriga teskari savol, ya'ni. Asosiysi shu. Mendagi tushunchalar, fikrlar va boshqa. Bir varoq yozdingiz-ku, 2 varoq yozdingiz-ku, qani? Eshitaylikchi. Shu asosan notlarni yozib oldim. Endi hali eng nima bo'lgan joyi, menga ma'qul kelgan joyi, biror narsani o'rganish esdan chiqib ketishi mumkin, lekin aql, qobiliyat, tajriba qoladi. Ya'ni xuddi AI dek kabi, misol uchun o'sha ingliz tilini o'rgatishgan bo'lsa,
ya'ni xitoy tili ham o'zbek tilida ham osonroq kechadi deylik. Bu oddiy sun'iy intellektda. Endi bizga olib qaraydigan bo'lsak, o'sha matematikani o'rgangan bo'lsak, o'sha aytgandek 70% 80% maktabni bitirgandan keyin esdan chiqib ketishi mumkin, lekin bunga yaqinroq fizikani o'rganish, biologiya shuni o'rgansak keyinchalik osonroq kechadi. Shu narsa. Ya'ni bizda qoladigani o'sha o'rgangan tajribamiz, qobiliyat qoladi. Endi asosiy o'sha g'oyada nima? Premature optimization qilib qo'ymaslikda. O'sha bitta soha. Oldingi g'oyamiz. Bundan oldingi g'oyamizga to'g'ridan to'g'ri o'sha bog'liq ekan bu. Ya'ni qotib qolmaslik o'sha bitta nimani boks ichida faqat bitta sohaga optimizatsiya qilib faqat bo'ldi 10-20 yil davomida shunday ketaman yoki misol 2 yil davomida faqat shu oylik bilan yashayman deganda, ya'ni optimizatsiya qilib qo'yish oylikka, bir xillikka. Ya'ni o'sha ishni ham qilaverasiz. Misol uchun $1000 topishingiz uchun nimalar qilyapsiz? Deylik, o'sha ikkita marketing agentство bo'ladigan bo'lsa, 3 ta proyekt bilan ishlaysiz. U bilan ham ishlab ketaverasiz, lekin qo'shimcha yana bir nimalarni qilish kerak-da. Shu buni olib ketish, keyin yana qo'shimcha qo'shish orqali yana u yillar ketadi ekan. Qolgan o'sha o'zi tushuntirib berdi. Biror nimani o'rganishga darajaga chiqib olguncha 97% oson kechadi, lekin oxiri qismi 3% yillar oladi. Kimdadir 4 yil yoki 5 yil. Ya'ni qo'shimcha qilyapti turganimiz bizni o'sha 3% shunaqa yil olishi mumkin. Ya'ni davomiyligi. Asosiy g'oyasi shu. Xo'p, yana nima yozibman? Keyin qiziqish bo'yicha zo'r life hack bo'ldi menga. Ya'ni biror nimaga bo'ldi men shu narsaga qiziqib qolaman ekan deyish, bu aslida qiziqish bo'lmaydi ekan. Chunki qiziqishni topib olish uchun uni qanchadir muddat qilib ko'rish kerak ekan. Shunaqa deyishdi. Ya'ni demak qiziqishni topish uchun ma'lum bir muddat qilib ko'rish kerak deb yozib qo'ydim. Ya'ni men misol backpackingga qiziqyapman hozir. Misol uchun, velosiped olishim kerak uchun, sumkalar olishim kerak, keyin eng yaqin Qirg'izistonga, Qozog'istonga chiqib kelishim kerak. Buni videolar ko'rib o'tiraversam, men o'zimda hali pretend qilaman-da, hali qiziqyapti turgandek tutaman. Ya'ni uni qilib ko'rishim kerak. Misol mashaqqatini chekishim kerak, Qirg'izistonga chiqib kelishim kerak. Sotib olishim kerak u narsalarni. Ichida yuraman. 1 yil shu ishni qilaman. Bo'ldi, meniki ekan. Shu qiziqdi maqati deb turib, keyin davom ettiraman. Shu menda asosiysi. Shu qiziqish topib olish juda ham nima bo'ldi? Muhim bo'ldi. Shu Dunyobek aka. Prosta o'qib qo'yganmiz uni. O'zi fikringizni aytavering, keyin. O'zida bo'lgan qanaqa fikr bo'lgan bo'lsa. O'zi akalar, Sen bunday o'tiring. akalar o'zi ko'pchilik ko'p fikrlarni gapirib bo'ldi. Endi men yarimidan boshroqda kirdim. Men boshroqda kirdim. Xo'p, shu tushungan narsam, endi hamma tushungandaqa, men ham o'sha bitta sohada yana qatib qolmaslikda, ya'ni o'zim hozir ham men ham shunaqa narsa qilyapman. O'ylab qarasam shu narsa qilyapman ekan. Shu o'zimni shu content marketingni qo'shib yana boshqa narsalar o'rganyapman ekan. Lekin bu videoni ko'rganimdan keyin yana ham qanaqadir ishonch hosil bo'ldi. Shtob yaxshi nimadan ketayotganimda, pastdan ketayotganimga. Keyin akaning gapiga men 100% qo'shilaman. Men haqiqatan o'ylab qarasam to'g'ri gap. Shtob u narsani qilib ko'rmasdan oldin bilmaydi qanaqaligini. Masalan, ko'rinishda zo'r ko'rinishi mumkin, qiziqarli ko'rinishi mumkin, yo'sam qanaqadir siz umuman zerikmaydigandaqa ko'rinishi mumkin, lekin qilib ko'rganingizdan keyin baribir qanaqadir boshqacha bo'lib qolishi mumkin. Alex Xarmozi ham bu narsani aytadi. Ya'ni biznesda gapirgan u etap entrepreneurshipda 6 ta etap bor degan. Ya'ni sizda interest paydo bo'ladi. U tepaga chiqadi va sizda qachonki failni ko'rganingizdan keyin pastga tushib ketadi-da, o'sha o'shda odam o'sha tashab ketadi deganda, aql ketadiganlarda o'sha yana tepaga ketadiganlar foizi kam degan. Tepaga chiqib olishdi. Bu ham xuddi shu narsaga taqqoslasak bo'ladi bu gapda ham. Xo'p, tushungan narsalar ana shu. Ya'ni 97% ga chiqib olish ham zo'r bo'lishi mumkin, tez bo'lishi mumkin va undan keyin haqiqatan to'g'ri gapirdi. Ushab qolish, ya'ni ham top 1 ga kirish, 99% dan o'tib ketish, o'sha top 1 ga kirish, uncha-munchasini menimcha o'sha xohlamaydi, o'sha ishda stak bo'lib qoladi deb o'ylayman. Shu, desak bo'lar ekan. Bitta aytib qo'ying.
Aha. Ikki qismga bo'lsak, bitta narsani o'rganishda yoki bitta sohani egasi bo'lishda 97%ga 97%, 3%. 97%ni ichiga kirish uchun, ya'ni 97% bilimga ega bo'lish uchun hamma qilib yurgan ishni qilsangiz bo'ldi. Lekin o'sha 3% qilish uchun ko'proq yillar qo'shimcha o'sha premature optimization qilib qo'ymasdan qo'shimcha qilib borish. Uni davom ettirgan holatda. Shu ekan. Meni ham o'zimni ozgina shaxsiy fikrlarim bor. Bu haqida ozgina gapirib ketaman. Hozir Sanjar aytgan oxirgi jumlalariga bir jumla bilan o'zimni javobimni bermoqchiman. Ya'ni noodatiy natijalarga noodatiy yo'llar bilan erishiladi deyiladi. Ya'ni noodatiy degani o'zi nima desa, biz xohlayotgan qanaqadir noodatiy bo'lgan qanaqadir maqsad, niyat, u narsaga biz hamma qilayotgan yo'l bilan borib bo'lmaydi. Ya'ni noodatiy yo'l bilan borishimiz kerak bo'ladi. Boshqalar qilmayotgan ishlarni qilish orqali. Kreativlikda shu. Endi bu nimamiz, g'oyamiz, ya'ni transfer learning o'zi aslida qomusiylikda asl ildizi bo'ladi. Ya'ni qomusiylikda o'zi ham shu narsani menimcha ustida qurilgan. Nima demoqchiman? Bitta sohada ketmasdan qolgan sohalarni ham o'rganish. Keyin shatda bitta narsani unutmasligimiz kerakki, boshida misol biz bitta sohada zo'r bo'lib olishimiz kerak. Agar zo'r bo'lmagan bo'lsak, o'sha sohani ko'proq e'tibor berib turib, qolganiga sal kamroq e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hammasini bir vaqtda o'zida olib ketib bo'lmaydi. Agar biz bitta sohada chalamiz, ikkinchi sohada ham chalamiz, uchinchi sohada ham chalamiz, hammasini chalab olib ketish emas, ya'ni bitta sohada zo'r, hech bo'lmasa bir o'rtacha narsa balandroq bo'lib turib, bir top bir 10% yoki 5% kirgandan keyin qolganlarni boshlashlik. Menimcha, maqsadga muvofiqroq bo'lsa kerak. Chunki bu yerda asosiy e'tibor berilayotgan narsa shu premature optimization bor-ku, ko'p odam ko'p vaqtini bitta sohaga beradi, o'sha sohada mana bir darajaga chiqadi va o'sha sohada qolib ketadi, deyapti-da. O'sha qolib ketishdan keyingi etapda nima qilish kerak desa, transfer learning qilish kerak. Ya'ni premature optimizationda shu muammoga asl yechim bu transfer learning demoqchi. Ya'ni biz bitta sohani zo'r o'rgandikmi, o'sha sohada bo'ldimi, shu oxiriga yetib kelib panakan deb qolib ketmasdan transfer learning qilaylik. Ya'ni qolgan sohalarni ham bilaylik. 97% ga chiqqandan keyin 3% likni o'zimiz topishlik uchun, 3% o'rganishlik uchun. Ya'ni qolgan sohalarni biz o'rgangan bo'lsak, qolgan sohalardagi yaxshi qanaqadir g'oyalar, yaxshi qanaqadir terminlar, holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'shalardan foydalangan holatda o'zimizga optimization qilib turib o'rganib, o'zimizga yaxshiroq bo'lish degani. Shu narsa. Asosan ikkita nimani aytib ketdi. Nimaga o'rganishimiz kerak degani, hech qachon o'rganishni to'xtatmaslik kerak, o'zidan aytgandek. Va ikkinchisi, o'z sohamizni yana ham yaxshi o'rganishlik uchun. Ya'ni hozir 97% ga chiqdik, endi 3% likni 3% ga erishishlik uchun, ya'ni 100% chiqishlik uchun qolgan nimalarni o'rganishlik. Nima demoqchisiz? Bo'ldi, gapiraver. Menda shunga bitta misol bor edi. Hozir qizlar ham vaqtdaligi o'g'il bolalar bilan bir xil pul topadi, ko'proq ham topish mumkin. Mana shunga qomusligiga misol Abdujalil aka aytdilar, buni nimani o'rganish kerak qo'shimcha ravishda haqiqatdagi erkak sifatida elektriklik, kosibchilik, santexnika, yog'och bilan ishlash, duradgorlik, kafe remont, keyin g'isht terish. Mana shu narsalarni yozib qo'ydim, o'rganaman deb ro'yxat qilib. Mana shu narsalarni ham fundamental bilib olsangiz, qanaqadir muammo bo'lishi mumkin, o'sha narsani hal qilganida. Ha, hayotimda shu narsalar. Qomusligiga bog'liq tabii ham. O'z yozdim. Yarim kinoya qilib kanalga. Onlayn ketib qoldi prosta. Endi men hozir tugatib endi qanaqadir o'zim shaxsiy nimalarim bor. Bu tepada aytilganlari hozirgi umumiy olingan nima edi, qo'yayda. Endi o'zim shaxsiy fikrlarim qanaqa? Men qolganlarda ko'rgan hali qiziqish dedik-ku, mana shu narsa. Qiziqishimizni topib olishlik uchun men qolganlarda ko'rdim. Misol Sanjarbekda o'zida har xil nimalarga obuna bo'lgan, ovqat kanallariga qiziqadi. Ovqat qilishga rostdan ham qiziqadi-da. Ko'rganman, yaqinda o'zingga ham aytdim-ku. Sen shunaqa qiziqasan, lekin qanaqa ovqat kanallari turadi-da deb endi. Nima? U nima qiziq bor finansga? Misol uchun nima qiziq bor? Oddiy misol. Xuddi shu narsa, nimadir sohada o'z qiziqasiz shu narsaga, sekin nima qilib ketasiz.
u majbur emas u narsani o'rganganda eng qizig'i. Просто qiziqadi. Menda ham bor shu narsa. Tarixga men ham qiziqaman. Tarixga rosa qiziqaman. Ayniqsa islom tarixiga bu turklar tarixi bor-ku. Turklar qanaqa paydo bo'lgan, u etap qanaqa shakllangan, birinchi qaytadan paydo bo'lgan. Bularning hammasini hozir bilaman. Shunga oid kino ko'raman misol uchun. Serial ko'raman. O'shanga oid ko'raman misol. Hozir shu Usmonli turklar bor-ku, Usmonlilar. U qanaqa kelib chiqishidan to o'sha Mehmetni Fatihlar sultoni Mehmetda o'sha Istanbulda, ya'ni Konstantinopolda fath qilgan Mehmetni davrgacha hamma nimani bilaman, prosesni bilaman. Qanaqa kelgan, nima bo'lgan, qaysi etapdan o'tgan bilaman. U qayerdan kelgan, o'sha tarixini ham bilaman. U misol Xorazmshohlar davlati misol uchun uni ham bilaman. O'rganib chiqqanman. Kitobini ham o'qiganman. 2-3 ta kitob o'qiganman shunga oid. Keyin boshqa tarix, islom tarixi misol uchun, islom qanaqa paydo bo'lgan, payg'ambarimizdan, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilishidan to islom kelishidan to hozirga qadar qanaqa misol xalifalar qanaqa bo'lgan, keyin nima mazhablar qanaqa nima bo'lgan, paydo bo'lgan, ularga kimlar bo'lgan, katta Abbasid empire bor-ku, o'sha 500 yil 400 yil nima bo'lganda oltin davri borki, Islamic Golden Age deyiladi. Abbosiylar davlati. Mana shu davrda ham qanaqa bo'lgan, qaysi podshohlar qiziqaman misol uchun. Bu nima qiziqman marketing misol uchun. Shunga o'xshagan narsa. Ha. Bitta qo'shimcha kelib qoldi. Bo'ling. Короче, mana shu gapingizni keyin qoldi. Yana men hamga aka ham aytdi adashmasam, o'sha o'rganishni o'rganish ham kerak ekanda. Qanaqadir mana o'rganish bor. You have to learn how to learn. O'sha narsa kelib qoldi mana hozir hayolimga. Kitob ham shunaqa. Ha, bormi? Bilmasdim. How to read How to read a book degan kitob bor. Короче, o'sha narsani ham o'zi ham qanaqadir bir skill deb o'ylayman. Masalan, aytyapsizlar hozir ovqat pishirish, yo'nsa boshqa narsa, umuman tarix. O'shini o'rganishlik mingsi so'g'is completely different bo'lsa ham, lekin o'shini o'rganishni, qani o'rganganingiz ham bu sohani qanaqadir o'rganishni qanaqadir tezlashtirishi mumkin degan narsani beradi adashmasam aka. Da, ta'sir qiladi. Prosta o'rganishlik. Buni ham osonlashtirib yuboradi degan narsa bor-da. Ha, bo'ldi, shuni qo'shmoqchi edim. Senda gap bormi yoki o'tolaymi? Tarixga qiziqish. Bu qiziqish o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaganda, buni topish muhim bo'lgan. Senda misol uchun biz o'sha maktab paytida o'qib yurganimizda ustozimiz yaxshi qilib qo'ygan, Ahror domla. Keyin o'zimizni o'rtoqlar ichidagi bitta zo'r ish qilib qo'ygan. Tarix bo'yicha chempion edi. Shu asosiy nima? Haligi turtki bo'lgan, keyin musobaqa qilib, haligi zo'r tushuntirib bergan uchun hamma qiziqib ketgan o'sha Amir Temurni nimalariga. Keyin shundan keyin, misol qanchadir muddat to'xtab qo'ygandan keyin, o'sha o'zingni sohangni o'rganib olgandan keyin qo'shib ketgansan-da bular. Ya'ni davom ettiryapsan. Shunaqa u qiziqish-da, endi bu qiziqish. Misol senda ovqat bo'lgan bo'lsa, yoki shunga o'xshagan narsa bo'lsa, men qiziqmayman-da. Ovqatni yaxshi qilaman, o'rtacha qilaman, yoki ovqatni ham qila olaman, lekin sendaqa qiziqmayman-da. Master bo'lgis kelmaydi. Ha, master bo'lish emasda, bu prosta prosta o'sha narsani yaxshiroq qilaman. Ha, yaxshiroq deyishga harakat yo'q. boshqacha dopamin oladi odam bu narsadan. Boshqacha umuman hech kimda bermaydigan narsa. Qatdan paydo bo'lgan bunga qiziqish. Bironta Instagram ishlatmaysiz, bironta videolar ko'rib qo'ygansiz. Yo'q. Nima? Dadamdan o'tgan bo'lsa kerak deyman. Bu chunki dadam boshida shunaqa nima bo'lishgan? Oshpaz bo'lishgan, restoranda ishlagan. G'oyamiz bor-ku. Aytsa? Genetika bor. Bukovda. Bukovda. Bu ham g'oyam-da. Keyin haligi maktab davrlarimda keyin uyda misol uchun haftani oxirgi kunlari yoki ayam yo'q bo'lganda yoki ayam kasal bo'lib qolgan, dadamni nimaga o'tishlarini ko'rib, misol oshxonada bizga ovqat qilib berganini ko'rib, shunda paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Keyin haligi eng muhimi joyi maza qilishim. O'shada maza qilasan-da. Misol aytyapman, dopaminda. Nima yaratsam misol uchun o'zim qo'limda pishirish. Yaxshi ovqat qilish yaxshi bilishingizni mana shu mosh kichiridan. Yeb ko'rdingizmi?
keyin shu qiziqish bo'lsa, misol kechagi kungi bo'lgan narsa hiking. Umarniki endi chiqdi-yu birinchi marta. Yana 5-6 marta chiqib ko'rar. Aynan o'sha. Qiziqishmaydi. Bitta cho'qqini 2 marta qilib qo'ysangiz, maza qilib. Misol hozir, u ham boshqa narsa-yu, keyin uni o'zimiz gaplashsak bo'laveradi. Asosiy aytmoqchi bo'lgan narsam, bir marta chiqdingiz, ko'rdingiz holatni. Endi hozir o'shani nimasida empatiya deyman, nima deydi? Eyfariyasida uchib videolar ko'ryapsiz, YouTube'ga kirib qidiryapsiz, misol. Haqiqatan ham shunaqa bo'lyapti, lekin yana 3-4 marta chiqqandan keyin aniq bo'ladi-da nimasi. Haqiqatan ham qiziqib olib ketalamanmikan? Chunki nima keragi bor? Qo'shimcha vaqt, pul ketadi-yu, o'sha yerda umuman sohasiga haligi aniq bo'lmagan. Shu hackingimizni aytsak bo'ladi. Hammamiz qiziqamiz, misol uchun. Nimada Umarda yaxshi nima ko'rdim men, haligi misol o'zim qilganim yo'qda. Bitta nima bo'ldi, hacking bo'yicha tema ketdi. Ertasiga mendan ko'p ma'lumot bilib kelyapti-da. Qiziqar ekan ostan ham. Shunaqa narsaga qiziqar ekan. Ikkalamizni personal chatimizni ko'rsam qo'yib ketasan. Yo'q. Yo'q, hozirgacha. Ko'p gap qiziqishlar temalar bir xil chiqib qo'yganda, shunaqa narsa. Shu ma'lum bir muddat o'tib ketishi mumkin, obsession bo'ladi, shunaqa. Meni ham boshida shunaqa bo'lgan. O'tib ketadi. Keyin misol yugurishimizni aytsak bo'ladi. Misol sen qiziqasan, men ham qiziqaman. Mana shu temada yetarlicha emas, lekin o'rtachadan ko'proq ma'lumotga egaman-da. Bilimga. Yurakda qanaqa urishi, yurak qancha urganda qancha vaqtda odam charchaydi, qadam boshlash kerak, qanaqa to'xtatish kerak, necha zonada yugurishlik kerak, boshlanishda qanaqa ketadi. Hech bo'lmaganda, misol 6 oy muddat bo'lsa, hozir dekabr yoki yanvarda qanaqadir musobaqaga o'zi qatnashmoqchi Asadbek. O'ziga plan qilaladida. Yo'q, marafonga qatnashmoqchi bo'lsa, yanvarda o'ziga plan qiladi. Ya'ni shunaqa darajada, misol uchun, bilimi ko'p bo'lmagan taqdirda ham o'sha aytganda o'rtacha plus bor. O'rtachadan ko'proq. Shu biladi. Keyin chaladan yaxshiroq bor-ku, misol uchun. Biz o'rtachadan yaxshiroq bilamiz yugurishni misol. Zalda ham shunaqa. Zalga chiqib nima qilishda ham normalniy vaqt sarflab qo'ygan, misol uchun. Chiqsam, o'zimga o'zim nima qilib, motivatsiya qilib, nima plan tuzib o'zim o'qib keta olmayman-da. Chala bo'lsa ham chaladan ko'proq bo'lsa ham, lekin o'zingiz eplab keta olasiz. Shu boshida kimgadir qiziqib, videolar ko'rib, o'sha eyfariyasida uchib yurib, qilib yurgan bo'lish mumkin. Bu etapda o'tib ketgansan-da. Keyin eng qizig'i asosiy narsasi shunda qo'ygan. Qarang. Eng qizig'i transfer learning deyapti-ku. Bizni misol yugurishda yaxshi nima qilishimiz, bilishimiz, ma'lumotga ega bo'lishimiz at the same time nimani ham velosipedda haydash, suzishda ham bizni bilimli qilib qo'yadi. Hatto uni sinab ko'rmagan bo'lsak ham. Chunki biz yurak urishni bilamiz. Bir-biriga bog'liq-da. Bir-biriga bog'liq. U ham sport turi, yurak urishni bilamiz. Qancha yurak ursa, qanchada odam charchab qolishligini ma'lumotga egamiz-da. Bu o'z-o'zidan nimani misol velosipedda yurishda, velosiped haydashlikda yetarlicha emas, o'rtacha atrofida chala bo'lsa ham ma'lumotga ega qilib qo'yadi siz. Hatto uni sinamagan bo'lsangiz ham. Til o'rganish. Misol o'zbek tilini bilasiz, ingliz tilini o'rganyapsiz. Ingliz tilini yoki rus tilini bilgan odam keyingi tilni o'rganish juda ham oson bo'ladi. Misol arab tilida ham o'zbek so'zlar ko'p-ku. Ha, shunaqa. 60% ko'p ekan. Keyin teskarisi adashib ketadi. Keyin nima? Arabcha so'zlar ko'p. Ha, keyin unaqa misol ingliz tilini yaxshi o'rgangan bo'lsangiz, zo'r o'rgangan bo'lsangiz, o'zingizning tilingizni ham yaxshi bilasiz. Boshqa tilni o'rganayotganingizni bir-biriga connection qilib ketasiz-ku, bog'lab o'rganishingiz ham osonroq bo'ladi. Menda shunaqa bo'lgan arab tilini. Men arab tilini ingliz tilida o'rgangan. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. O'rganishcha boshqacha tuyuladi. Foydasi Foydasi bor lekin haqiqatdan tezroq o'rganishingiz uchun. Bu o'sha misol yaxshi qiynalib ingliz tilini o'rgangan bo'lsangiz, demak boshqa tilga o'tganingizda ingliz tilini bog'lab boshqa tilni o'rganasizda, u osonroq bo'ladi. Shunaqa. Shuning uchun zo'r mana shu transfer learning hammasi. Bir-biriga Kim hozir biz aniq bir-biriga bog'liqligidan foydaliligini aytyapmiz. Misol ingliz tilini o'rgangan bo'lsa, rus tilini ham o'rganish oson bo'ladi yoki misol shu yugurishda yurak zonalarini, yurakda qanaqa foydalari borligini bilish, bu suzish yoki velosiped minishga foydasi bor deyapmiz. Endi buni umuman haligi to'g'ridan-to'g'ri nima deydi? Bog'liq bo'lmagan joy tarafdan olsa ham bo'lar ekan. Azaki aytdi, men tarixga qiziqaman dedi. Shu bilan bir paytda maktabga nimani ham qiladi. Misol 3 ta maktab bor, 3 ta filial ochgan.
kompaniyani nimasi boshlig'i o'sha qilib qo'ygan ishni. aytmoqchi bo'lgan narsa asosiy nima? Misol Rim tarixini o'rganyapti. O'sha aytdiki, erta liderlari bo'lgan, hokimiyatni boshqargan bo'lgan. Ya'ni shu boshqaruvchiligi ni o'rganish maktabda boshqarishda foyda beryapti. Endi men nimaga bog'lamoqchiman? Misol o'sha hiking, toqqa chiqish yoki yugurish, chidamlilik, stressga chidamliligi oddiy hayotda misol ertadan keyin turmush quradigan bo'lsangiz, ayolingiz bilan o'rtadagi oddiy muomalani chidamli bo'lishingiz yoki do'stlar o'rtasida shuni foydasi naqlim. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'zi aytyapti-yu, umuman sizni hozir sohangizga foydasi tegmaydigan narsani yozib chiqing deyapti-yu, yozib chiqing uyga sifat deydi-yu. Bunday o'ylab qarasangiz, yugurish qanaqasiga oilaga yoki oddiy singillarning o'rtasida, aka-ukalar o'rtasida foydasi bor degan savolni bersa, hali ko'chadagi odamga nima deydi? Yo'q deydi. Lekin qanaqa foydalar olasiz yerda? Chidaysiz, qanchadir shug'ullanasiz, o'sha stressni joyiga tushirasiz, emotsiyalarni tiyish ayniqsa katta foyda beradi. Bu emotsiyalarni o'sha joyiga tushirish, stress joyiga tushirish bu oilada ham, oddiy kompaniyada ham hamma joyga tushsa bo'ladi. Shu. Yaxshi fikrlar bo'ldi. Bu g'oya menga juda yoqdi. O'shaning uchun wow dedim-da. Sen nima bo'lsa? Yozim ekan, men qilmayapman ekanda deb yozib qo'yibman, men hech nimaga qo'rqmayapman. Keyin kuniga qancha soat ajratish kerak? Minimum 1 soat deyishyapti. Minimum 1 soat, minimum maksimum 5 soat biz bilmaslik zonasida bo'lishimiz kerak, ha? Bilmaydigan zonamizda bo'lishimiz kerak. Ustozda ham o'sha haftalik shug'ullanishi 7 soat ekanda. 1 soatdan endi. Shunda shu 1 soatdan 5 soatgacha bu bilmaydigan narsamiz, aloqadorsiz narsalarimizga boshlanish nuqtada. Sohangizdan tashqari. Yo'q. Sohangizdan tashqari qilayotgan narsalar. Bu boshqa narsa. O'rganish temasida o'z sohangizda ham bo'lishi mumkin. 1 soatdan hammasiga tushunadi. Boshlash uchun haftaga 5 soat eng kami. Kuniga 1 soatdan 5 soatgacha deyapti hozir. Xo'p, biz transfer learning bo'yicha o'zimiz fikrlarimizni berib ketdik. Rahmat. Xo'p, transfer learningda menimcha hamma yetarlicha ma'lumotga ega bo'ldi. Endi ikkinchi g'oyamizga ham o'tsak bo'ladi. Menimcha kutib qo'yamiz ikkinchisini ham, xudo xolasa. Ko'ramiz. Qalay? Yaxshimikan? Mana hali kutyapman, lekin bu Bu ichida hammasi. Yo'q, aka, men nima oldindan qatnashmayapman dedim. Hozir bu bittani ko'rib ishlayapsiz. Aloqador temalarda hammaga ham to'g'ri kelyapti. O'tkazib gapirishgan temamizga to'g'ri kelyapti. Hozir shuni mana o'zida bugungi nima qildik, gaplashdikki, mana shuni o'zida bir 3 tacha g'oyani nima qilib aytib ketdik. Bittasi premature optimization, book of the dead, yana qaysi life history nima gapirdim? Life history gapirma. Shunaqa g'oyalar gapirib ketdik-da. Bular o'rganib biz. Endi bir-biriga bog'lab ketyapmiz, qarang. Hozir har bitta tema, har bitta vaqtda bo'layotgan suhbat yozilyapti. YouTube'ga qo'yilyapti. Boshidan. Ko'p chiqasiz. Ketdingmi? Keyingi g'oyamiz. Vaqt o'tgandan keyin Optionality variantlilik deb o'zbek tiliga tarjima qilinar ekan. Buni o'zi ma'nosi nima? Siz bitta yo'lda yurar ekansiz, bitta yo'l. O'sha yo'lda yurganingizda sizda variantlar ko'p bo'lishi, burilishga. Ya'ni burilishga yo'llar ko'p bo'lishligi deb aytsak bo'ladi. Endi yo'lni misol qilib aytadigan bo'lsak. Endi buni har xil misollarni keltirib aytishdi. Nima ola olamiz desa, ish joyini tanlashda qaysi joyni tanlaydigan bo'lsak, o'sha joyda bizda optionality ko'p, ya'ni tanlovlar ko'p. O'sha ish orqali nimalardir qilib yuborsak bo'ladi. Yoki universitetga kirishda qaysidir major, ya'ni sohaga kiryapsiz, o'sha sohani o'qib bitirsiz, sizda ishga kirishga imkoniyatlar ko'p. Yoki kasb tanlashda qaysi bir kasb tanlayapsiz, o'sha kasbda agar ishingiz o'xshamaydigan bo'lsa, boshqa ishlarda ham eplab keta olasiz. Misol uchun marketing deb ketishdi, yoki sales bo'yicha deb ketishdi. Agar marketingda zo'r bo'lib ketmaydigan bo'lsangiz, blogger bo'lib ketishingiz mumkin. Chunki o'zingiz bilasiz, o'zingizni brendingizni qura olasiz. Shunga o'xshagan narsa. Yoki
Shu ekan hozircha. Endi bu bo'yicha qanaqadir bizda misollar bor, holatlar bor, keyslar bor. Har birimizni hayotimizda bo'lib o'tgan. Bularni bog'lab turib, bitta-bitta gapirib chiqsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Xo'p, boshlaymiz kim tayyor bo'lsa. Men fikr aytishdan oldin bitta nima bor. Bu hozir ko'rib chiqdik-ku, juda ham keng g'oya ekanda bu. Misol, haligi spesifik, aniq bitta narsaga tushmaydi-da. Misol, hamma narsaga tushirsa bo'ladi. O'qish deymizmi, karyera, oila, hammasiga tushaveradi. Endi biz hozir shuni mana bunaqa gaplashsak bo'lar ekan, menda shunaqa fikr. Misol, siz endi o'qishga kirasiz, o'sha topshirmoqchisiz. Biz karyeradamiz. Sizda ham shunaqa. Yo'q, karyera sizga. Mantiqan to'g'rimi? O'qishga kirishda misol uchun borda. Masalan, universitetda ham bo'lsa, Universitet tanlash yoki karyera. Men umumiy aytmoqchi bo'lgan, umumiy aytmoqchi bo'lgan fikrim qanaqaki, ya'ni o'zimizni holatimizni ichida yoritib bersak zo'r demoqchiman. Chunki boshqa narsalarga ham bemalol qo'ysak bo'lar ekanda-mi? Bundaroq kelib oling, nima qilasizlar? Masalan, menda keys aytsam, o'shanda sizlar ham demak bunga bunaqa qilsam bunaqasiz bo'ladi degan narsani insaytda qilib beraverasizlar. Xo'p. Prям detalni gapiraymi haligi keysni? Mayli. Bo'laveradi. Короче, menda endi bilmayman shunday yoshdamanmi? O'tgan safarlar Asalloh aka bilan gaplashdik. Xuddi shunaqa muammo bo'ldi-da. Shu optionality ko'payib ketib qoldi. Haligi qana ma'noda bitta vaqt o'zida har xil tanlovlar keldi menga. Hozir ham bor bu narsa. Bittasini tanlolmay qolyapman. Tanlolmay qolyapman. O'qish yoki o'qish tomonidan ketgim keladi. Masalan, top universitetlarga kirish yoki qanaqadir SAT o'qish, go'yo payt karyera tomonidan ketgim keladi. Karyeradan ham bo'linib ketganda, har xil sohalar tushunyapsizmi? Marketingmi, bumi, har xil. O'qishdan, salesmi, o'qishdan bo'lsa yo'nalishlardan. Ya'ni diplomatiyami, yo'qsa lawmi, yo'qsa biznesmi, yo'qsa go'yo meditsinaga kirgimga ketib qoladi, o'sha u ideyadan qaytdim. O'sha narsa shu o'qish bilan ish birinchi eng katta nima bo'lib qoldi menda. Ajratib oladigan bo'lsa, keyin ichkariga kiradigan bo'lsa, o'shanda shu temani gaplashamiz dedi aka. Endi men hozir sal clarify bo'lyapti tanlov qilishda. Xo'p. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, masalan, sizlar qanaqa keysda mendagi keys bo'lsa, sizlar qanaqa yo'l tutgan bo'larlaring demoqchiman. Men xuddi mana shunaqa keys top universitet agar o'qish tomonidan ketsa, topga kirish kerak. Endi o'qish tomonidan ketganga yarasha topga kirish kerak deb o'ylayman men. Sizlarga savol mana shu yerda. Ha. Doniyorbekda optionality nima hozir? Siz kim turing? Bo'ldi. Doniyorbekda optionality, ya'ni nimasi borki, bunda shunaqa optionality bor. O, Inglizga olganda, hozir любой tomonga ketaveradi-da. Agar shu narsa 5.5 yoki 6 bo'lganda, top universitetda esdan chiqaverardi. Esdan chiqaverardi. Fox IELTS bo'lardi. Optionality bor hozir. Inglizga bilganim uchun. Bitdingiz. Hozir bitta yo'l topish kerakki, o'sha yo'lda ham optionality ko'p bo'lishi kerak. Bo'lish kerak, ha. Bu ikkita narsaga hozir eng katta ikkita narsaga bo'lingan. Bu o'qish taraflama, ish. O'shunni bitta narsani tanlagandan keyin uni ichidan yana keyin chiqib keladi. Har xil nimalar. Keyin uni ichidan yana bitta tanlashim kerak men. Чтобы optionalitysi katta bo'lishi uchun. Ya'ni ish bo'lsa, u ish bo'lsa, masalan, soha, qaysi soha? Bu soha. Bunda optionality ko'p. Bo'ldi, shu to'xtadim. O'qish bo'lsa, qaysi universitet, yo'qsa qaysi soha? O'qishda ham, masalan, o'qishga kiradigan bo'lsam, men o'ylayman, bizneslar o'qimayman deb o'ylayman. Kirganga yarasha anaqa law, o'sha narsalar o'qish kerak deb o'ylayman. Biznesni qilib ko'rmagan hech bilmaysiz-da. U theory bo'lib qoladi deb o'ylayman. O'shuning uchun universitetga kiryaptim, menimcha haligi tibbiyot shunaqa sohalarda o'qish kerak. Universitetga ras kirmoqchi bo'lsa deb o'ylayman. Shu masalan meni kesimdan qanaqa tutarlaring? Shuni discuss qilaylik, meni kesim. Yozdim. Shu bu keys bo'yicha, misol SMM bor, misol. Yo'q. Marketing. Sales deb yozdim bu yerga. Sales plus o'qish,
teng katta opsion plus ingliz tili karyera deganman. Endi buni tushuntirib beradigan bo'lsam. Siz hozir misol qo'lingizdan keladi, salesda ishlash. Marketing tajriba bor. IELTS 7. Bu uchalasi zo'r opsion. Plus o'qishni qo'shsangiz, o'qish bilan olib ketsa bo'ladi-da buni. Ha, demak, masalan, men bunaqa soha tanlayman deyapman, masalan, shunga o'xshagan soha tanlayapman. Unda to'rtga o'qish kerak-ku unga. Bunga vaqt beradi demoqchiman men. Endi low qanaqa bilmadim. International relations deydi, xalqaro munosabatlar bor. O'shunga lowni chiqarib tashladik. Xalqaro munosabatlarga til o'rganib ham nima qilib ketsa bo'ladi. Hozir men bundan oldin shu fikrni, oldin bunaqa deb o'ylamasdim. Misol aytyapti, fors tilini tanlayman, sharqshunoslikda o'qimoqchiman desa, yo'q, nimani tanla? Xitoy tilini tanla. Nimaga? Agar fors tilini o'rganadigan bo'lsang, borib tur qaysidir elchixonada fors tili bo'yicha ishlaysan xolos. Yoki kam sonli joyda fors tilidan dars berasan. Qancha darajadan keyin. Xitoy tili nimaga? Xitoy tilida agar qo'shimcha hobbisi yoki qo'shimcha birorta skilli bo'ladigan bo'lsa, uni sota oladi. Xitoyliklarga, bozorga umumiy aytganda. Ya'ni nimasi ham kengroq, nima deydi, sohasi, fieldi ham kengroq bo'ladi. Endi men aytmoqchi bo'lgan narsa qanaqaki, misol matematika yoki fizika, ko'proq engineering, tech sohasiga topshirsangiz, o'sha bilan qo'shimchasiga mana bu hozir qilyapti turgan ishingizdan olib ketsangiz bo'ladi. Yarim stavka yoki 0.5 qilib yurib. Uni qilib yurish ketgan yo'qda bu boshqa narsa. Men qarayman, aytmoqchimanki, universitetda tanladimmi? Men topga, tushunasizmi? Xo'p, Topga kirgandan keyin aytda yo'q, sizga u aniq opsion beradi-da u o'qishga kirishingiz, kirganingiz, o'sha topga kirganingiz. O'sha tech sohasi bo'ladimi, matematika, engineering. Masalan, meniki esa. Men aytmoqchi. Teksizga kirganman. Teksiz top 1000 taga kiradi. Top masalan 500 dan tepada, 700 dan tepada, top 1000 ta bilan 700 orasida. Endi qarang, bu narsani o'shda qilib ko'rsa bo'ladi. Ya'ni teksizda qilsa bo'ladi bu narsani. Shu engineering yoki qasir, shunga o'xshagan sohalarda olib turib, ba'dan salesda boshqa narsani qilsa bo'ladi, chunki u universitetda haligi kontrol garbatdaqa emas-da, yo'qsa top 100 talik deydi, top 10 talik deydi. Undan kontrol bas, undaqa fokusni berib o'qimasangiz ham bo'laveradi demoqchiman. Lekin siz topga kirdingizmi, unda siz zo'r bo'lmasangiz bo'lmaydi aka. Zo'r bo'lmasangiz degan qanaqa o'qimasangiz bo'lmaydi. yo'ldek soha bo'yicha. yo'ldek kekida out. Prosta ketasiz. Agar siz fokusingiz ketgan bo'lsa, ba'zan GPA tushib ketadi. GPA tushib ketgandan keyin nima bo'ladi? Grant olib beradi. Grant olib qo'ygandan keyin siz to'lamaysiz, 65 ming, 75 ming yotibdi yiliga. Uni to'lamasda Chet elda bu top universitet xohlayaptimi? Top universitetga kirgandan keyin o'qishim kerak. Yo'q, kirishingiz uchun qancha vaqt kerak? Shuni gaplashdik aka bilan. Bitta case oldik. Ma'rifat Jamol bilasiz. Bilaman. Kolumbiyaga kirdi. Qachon? Endi qarang. To'xtab turing. 5 yil bo'ldi shu topshiradi. Har yili topshiradi. Necha 6 yil? yilmi? 5 yildan 21da topshirishni boshlagan. 21-yilda. 26da mana 25da kirdi. 2003-yil. U 5 yil ketdi. 5 yil plus minus 5 yil 6 yil ketdi. Lekin ungacha bu bana SAT'da bosdi. Biznesda bosdi. u shunaqa deb chiqqan bo'lishi mumkin. Nimada? O'sha oxiri kirgandan keyin mediaga meni bilishim bo'yicha u asosiy maqsadi o'sha birinchi kirish bo'lmaganda o'sha paytlarda u nimani bosgan? O'qituvchiligini bosganda, SAT taraflama biznesni bosgan. Biznesi bor, sherishir asosida adashmasam. Maristiv. Shunaqa qilib turib, endi kirib qo'yishim kerak, babi kerak ekan degan nima bo'ladi-da. Unaqa emasmi? Qalbga kirib qo'yishim kerak ekan degan universitetda. Yo'q, xo'p. Misol necha yil ketdi? 2003-yil ekan deyapsizlar hozir. 2003-yil, 2021-yili o'qish topshirish kerak bo'lgan. 5 yildan kiryapti deyapsiz. 5 yil umri ketdi-da. Shuni aytyapman. Siz Garvardga kirishingiz uchun nimalar qilib ishlashingiz kerak? Hozir tayyor emassiz-ku. Hali SAT olishim kerak. SAT'ni 1500 plus olishim kerak. O'sha etgan. Undan keyin u saliga grant ajratilmadi. Mana necha kun o'quvchi. Shunga kirishim kerak. Hozir nimani aytmoqchisiz hozir? Tushunmayapman. Yo'q, men aytmoqchiman. Umumiy men unaqa Garvard, MIT ularni aytmadim. Umumiy soha tanlashda, misol yomon emas. Men unaqa top ming unaqa ajratmayman. Endi sal bo'lsa ham urinib bo'lish kerak. O'zbekistonda bo'lsa ham yoki Yevropa deymizmi? Sizda opsion bor. Faqat o'qish emas, u opsion demoqchiman.
tilni bilishingiz, karyerani o'qishingiz bilan olib ketishingiz opsion. Ya'ni ertadan keyin 4 yil o'qib turib diplom olsangiz ham, bu yoqda karyerangiz ko'proq opsion beradi davomida, ya'ni o'qishingiz davomida. Bu hozir u narsani nazarda tutgan yo'q, qara. Bu tema qanaqa ketyapti? Bu bola hozir shunaqa tanlov turibdiki, ishlay yoki o'qimoqchi, ishlamoqchi yoki o'qimoqchi. Ishlar tarafga ketmoqchi bo'lsa, o'qishni unutish kerak bo'ladi. O'qish deganda akademik, nimani aytyapman men? Akademik deyapman. Chistali top universitetga kirib o'qish. O'qish deganda 100 talik kirish kerak bo'ladi. Qolgani kerak emas. 100 talik. Bu yoqda nima turibdi? Ish, karyera turibdi. Biznes o'sha qanaqa turibdi. Ha, karyera turibdi. Ikkalasini aytadigan bo'lsak, endi bu hozir nima qilishni bilmayapti. U qilgan ishi buni gaplashmaylik, nima qilishni bilmayapti. Qaysini tanlasa, unda option ko'payadi, option ko'p bo'ladi demoqchi. Qaysini tanlasa, qaysini qilsa aytmoqchi, shunaqa demoqchi. Endi hozir tanlayapti, yo o'qiymikan yoki ishlaymikan degan narsa bo'lyapti. U ingliz tilini bilishi, u qilgan narsalar borki, u bor-da unda. Buni nazar chiqarib qo'yaylik. U misol ikkalasini qilmasa ham, qilmagan taqdirda ham, ishdan ketmasa ham yoki qaysidir xohlamasa marketing, misol salesmi, yoki bu yoqda o'qimasa ham, buni o'zi почти bor. Misol teaching qila oladi hozir. Hozirgi paytda optionalitesi bor. Endi undan chetlab turib, qolgan narsani gaplashyapmiz. Ya'ni o'qish bilan ishlashdi. Qaysidir o'qishga kirsa, unda option qaysi ko'proq bo'ladi. Qaysi ishni qiladigan bo'lsa, o'shanda optionality ko'proq bo'ladi. Mana shu narsani nazarda tutib. Kirsam option ko'p bo'ladi. Birinchi o'shani qilib oladi, keyin detallarga bo'linib chiqadi. Ha, bu biznes ekan, hozir karyera ekan, qaysi narsa, qaysi soha? Bu soha ekan. Keyin yana ichkariga kiriladi. O'shani qilmoqchiman. Men universitetga kirdimmi? Men hozir narsangizni men sanasada qilaman aka. Universitetga kirib turib, ba'zan ishni qilaman. Universitetda diplomni olib beraman. Lekin agar men o'qishni tanlaydigan bo'lsam, men bu biznesda ham bor-da, universitetga kirib qo'yish bor. Biznesning ichida men karyerani tanlasam, universitetga kirib qo'yishim bor mana. O'shanda biz nima qilayotgan ish? Nima qilayotgan ish misol. Ha, o'qishda. Biznesni tanlasam ham o'qishga kirib qo'yaman men. Diplomim bo'ladi. Lekin men universitetda men topni nazarda tutyapman. Чисто akademik, tushunyapsizmi? Bosib o'sha learning. Bu shunaqa xolos, haligi nima cho'zmaylik bunaqa narsani, haligi. Prosta. Men 9 olishga o'xshatdim buni. Nima? Haligi IELTSdan 9 olishga o'xshatdim. Hozir shunaqa bor. Sizga 7 kerak, lekin yo'q, men 9 olishim kerak deb harakat qilyapsiz. Siz ancha vaqtingiz olib qo'yay, men sizlarga bemalol tushundim men. Men aytmoqchi bo'lgan narsa o'sha siz xohlayap turgan haqiqatan ham 70% holatda o'sha to'pni xohlayap turgan bo'lsangiz, unga vaqtingizni, pulingizni sarflashingiz kerak. Qanchadir muddat. Shuni aytyapmizki, agar shunga tayyor bo'lsangiz kiring demoqchimiz. Men o'tgan safar bunga aytdimki, agar akademik lifestyle'da akademik tomonni tanlaydigan bo'lsangiz, o'qimoqchi bo'lsangiz, siz ma'rifat jamoasini keltiramki, mana shu kamida shuncha vaqt sarflashingiz kerak dedim. Shunga tayyormisiz? To'pga kirish uchun. To'pga kirishlik uchun. Ha, tayyormisiz? Ha, tayyorman desangiz, davay keting. Keyin shunaqa holatlar bo'ladi. Networking bo'ladi, yerda normalniy o'qish bo'ladi. O'qiganingizdan keyin u yerdan yaxshigina nima bo'lasiz, sohada kuchli bo'lasiz. Lekin qanchagacha? Yerda qolasizmi? degan savol ham tug'iladi. Amerikada misol uchun, Amerikada qoladimi? Agar qoladigan bo'lsa, networking zo'rayotib biznes qilib ketsa bo'ladi. Lekin qanchalik u biznes ishlaydi? Qolgan taqdirda ham zo'r bo'lib ketadigan bo'lsa, biznes qilmoqchi bo'lsa. Rokida what if you fail degan narsa ham bor. Kira olmasangizchi, qila olmasangizchi. Shuncha umr ketadi demoqchi. Aka aytdi, o'sha paytga tayyormi? O'sha narsaga, o'sha lifestyle'ga tayyormisiz? Siz o'qiyapsiz, ba'zan masalan tengdoshlaringiz, yoki 1-2 yosh kattalar ana karyerada zo'r natijalar qilyapti. O'sha narsani ko'rib ham o'qishni tanlashga naqamisiz, tayyormisiz dedi. Degan narsa bor. O'sha paytda nima o'tdi? Yo'q, men tayyor emasman. Chunki contrast o'qiyapman, ba'zan bitta bilim olib tursa, men o'rtaman. Masalan, aka, qo'shni o'g'li degan narsa bor-da. U narsa demaydi. Men masalan, ota-onam qo'shni o'g'li demaydi. Meni ichimdan hali ego degan narsa bo'ladi-yu. U shu narsa qo'ymaydi, tushunyapsizmi? Tashlab olish ehtimolim katta. O'sha meni o'sha umumiy summary qilsak, umumiy xulosaga oxiriga keladigan bo'lsak, men sizga beradigan tavsiyam shu. Mana qarang, o'sha xuddi IELTS bilan tushuntirib beraman. 9 uchun harakat qilmangda, o'sha 7 bilan ketavering demoqchiman. Tushundingizmi? Qanday ketsin?
top universitet tanlamasdan o'rtacharoq universitet tanlab karyerani davom ettirish. Diplomni ham olib qo'yish. Karyerani Birgalikda. davom ettirsin. O'sha o'qishi davomida hozir qilyap turgan ishini yanada rivojlantirib boraveradi. Demak, nima karyerasi ekanda? Ikkalasi ham, ikkalasi ham. Ha? Oddiyroq. U misol yomon emas, ha? Normal. Chet el universitet. Yaxshi. O'sha hammada shunaqa ko'pchilikda logika bor, o'sha arz jihatdan misol unga universitetga kirish uchun 5.5 demaydi, 7 kerak bo'ldi, lekin yo'q men 9 uchun harakat qilaman deb umrini 3-4 yilni o'tkazib yuboradi, o'qishga kirish vaqti limiti tugaganda. Yana 3 yil o'tib ketadi akademik olganda bu. Men sizga shuni aytmoqchimanki, bo'ldi. Top emas, o'sha o'rtacharog'ini tanlab turib, qo'shimcha karyerani olib kelsa bo'ladi, ya'ni. Nima jihatdan, ya'ni o'sha aytilgan grafikdagi jihatdan ham qiyin tanlab turib, ya'ni o'zi sohalaringizga bog'liq. Sohalar ichidan qiyin tanlab turib, bemalol hozirgi qilyap turganingizni davom ettirsangiz bo'ladi. degan fikr. Men endi optionalitiga bog'laydigan bo'lsam, misol universitetda ham soha tanlash bo'ladi-ku, qaysi bir sohani tanlash. Misol o'zingiz aytgandek, low'ni tanlaydigan bo'lsangiz, low'ni tanlaganda tupiga kiriladimi, kirilmaydimi? O'shani o'yladim. O'shani aytmoqchi edim men. Low'ni tanladim. Low'ga chiqdim. Hop, ishlayapti. Low o'xshamasa yo'q-da option. To'xtatdi. Mana shu narsani o'ylayapman. Agar bitta nimada ham Azaka aytdilar, misol umumiy qiyinini tanlasangiz, o'sha optionlar ko'p-da. Ha. Mana shu narsa Bu narsani men bermoqchi edim. Brat o'zi aytib qoldi. mana shundan. Masalan, Mana shu holat Westminsterda sohaga bog'liq. Westminsterda o'zimizda xususiy universitetlarda shu birinchi kirib kelgan Britaniyaniki law bor. Law'da o'qib chiqdingiz. Sizda faqat bitta option bor. Notarius, advokat. Yo'q, Diplomatiyani tanlasiz, diplomatiya. Xalqaro munosabatlar. Unda option bor deb o'ylayman. Chunki siz kamida tarjimon deb o'ylaysiz. Uni bitirib chiqdingiz. MBC'da ishlaysiz. Keyin har xil uni opsionlari ko'p deb o'ylayman. Lekin low'da haqiqatan tupi bor. Tupiga kirilmaydigan narsa tanlansa, odatda boshqa optionlar ko'proq bo'lsa, top universitet ham bir tomondan yaxshi. Deb variant bu. o'sha hozir kechidan ko'ra kech deydi-yu. Shuni ko'rganimiz, siz g'oyani o'rganganingiz sizga juda katta plyusda. Men hozir aytgandim o'zimga. Men paytimda unaqa narsa bo'ldi. Qarang. Universitetga boringizni berganmisiz? Yo, diplom olib qo'yganmisiz? Sasalloyga shunaqa hozir diplom qo'y. Sizda nima bo'lmagan? Addush tayinlangansiz? Yo'q, addush tayinlanmaganman. Lekin olishda nima ko'proq bo'lgan. Nima deydi? Qizlar bo'lyapti, misol topga kirib, voz kechib turib, misol uchun umrimni ketkazmasdan turib, yo'q, nimani, masterda yaxshiroq qilish. Plus karyerani qurib olib. Endi mana shu o'rtacharoqda olib ketganman. Mana shu menga bitta idea keldi. Bakalavr. Hozir 18 yoshman. Masalan, nisbatan yoshman-da, aka. To'g'rimi? Vaqtim bor. Menda hozir idea kelyaptiki, uzza 22. 22 ga men deadline qo'yaylik. Karyeradan ketay deyapman. Men 22-23 ga kirsam ham hali yutqizmayman bo'laman. Shuning universitetga demoqchiman, topga. O'shasini o'ylab qoldim hozir men. Men buni karyerasi o'xshamagan bo'lsa-ya, Ne qilaylik, qarang. O'g'lar, уже nima qilish kerak-da? Tugatish kerak-da. Yo'q, tushundim. Ko'payib ketib qoldi. Hozir bemalol yozib turib shuni opsionlarni ko'rishsa bo'ladi. Bu bola qilaylik aka, o'shani tugatgandan keyin. yo o'zi nima qilgan? Buni tushuntirib bergan, polni proseslarga savol beryapti xolos. O'zingiz o'sha aytganingizni tafakkur qilib o'tirib ko'rib chiqing. Boshqa fikrda ham qanaqadir eshitish bor demoqchiman. Bu hozir tugatganimizdan keyin Tugatgandan qilaylik, ha, tugatgandan qilaylik. Chunki hozir cho'zib ketib qoladi-da. Ideyalaringizni Cho'zib ketib qoladi-da, aka. Xo'p, bu g'oya bo'yicha hozir gaplashishimiz kerak edi, cho'zib ketib qoldi-da. Kimda qanaqa g'oya bor optionality haqida? O'sha keysni ko'rganlar bo'lsa, bemalol kommentda yozib ketsa bo'ladi. Sizga yechim sifatida. Ukamizni qanaqadir yechim izlayapti. O'sha yechimni agar sizlarda bo'lsa yoki boshlanayotgan bo'lsa, boshlanishni o'tib shu davrda o'tib ketgan bo'lsalar aytsalar ancha foyda bo'lgan bo'ladi. Ko'pi o'zimizga yaqinlar ko'ryapti-yu. O'shanda. O'shancha kulyapman. O'shancha. Ha. Yozinglar. Okay. Xo'p.
Menda misollar bor. Bitta ustoz o'zi aytgan misollari matematika va moliyaga o'qishga kirmoqchi. Ana shulardan ham yechim chiqa olsangiz bo'ladi. Misol uchun, matematikaga ixtisoslashgan qanaqadir yo'nalish nimada? Universitetda. Moliyaga ixtisoslashgan qanaqadir yo'nalish. Moliyaga kiryapti, matematikaga o'qishga kiryapti. Matematikani tugatgandan keyin u moliyachi bo'la oladi. Qanchadir o'qib, ozgina o'qib. Lekin moliyani tugatgandan keyin u moliyachi bo'la oladi xolos. Lekin matematikani tugatadigan bo'lsangiz, sizda qolgan opsionlar bor tanlashga. Matematikani o'qituvchi bo'lishingiz mumkin. Moliyachi bo'lishingiz mumkin, ozgina SSC o'qib, yoki aytaylik nima desa bo'ladi yana. O'sha o'qituvchi bo'lib turib o'zini keyin biznesini qilish mumkin. O'quv markazi ochib, shunaqa narsa. Shaharga ko'chib ketishdi aytishdi. Ana shu zo'r misol bu. Misol uchun sizda bir 4 ta yoki 3 ta nima turibdi? Opsion turibdi. Misol bittasi Dubayda ishda ustoz, bittasi Shengen yoki Shanxay deylik, Shanxay turibdi, bitta Qirg'izistonda Bishkek turibdi. Qaysi biriga ketardingiz? Misol uchun. Albatta bitta misol uchun aytaylik Shanxayga ketasiz. Misol uchun Shanxayga ketyapsiz. Bu Bishkekdan yaxshiroq. Ikkalasi bo'lmasa uchalasi ham shahar. Nimaga yaxshiroq? Chunki yerda siz ishlab ketishingiz ehtimoli katta. Aniq qanaqadir ish topiladi. Lekin Bishkekka borsangiz unaqa emasda. Optionality bu yoqda ko'p. Yoki kiyim tanlashda deyapti. Misol uchun siz bilmaysiz kuningiz qanaqa o'tishini. Kuningizda qanaqa o'tishini bilmaysiz. Aytaylik bitta kostyum shim kiyib chiqib ketyapsiz tashqariga deylik. Kostyum shim kiyib chiqib ketyapsiz, lekin bu kostyum shim emas, oddiy kiyinib chiqib ketyapsiz. Futbolka shorti qilib kiyib chiqib ketyapsiz. Lekin juda ham muhim qanaqadir tanishingiz yoki intervyuga o'xshagan narsa chiqib qoldi endi yo'ldan. Ya'ni bilmaysizku kuningiz qanaqa o'tishini. O'shanda siz nima kiyingan kiyimingizni opsioni ko'p emas. Faqat bu chill nima uchun? Ko'cha uchun, ko'cha holati uchun. Bu yerda sizda casual kiyim kiyish ham ehtimoli bor edi. Agar casual kiygan bo'lsangiz, prosta chill yurishga ham bo'laveradi. Agar bundayroq to'y-po'yga ketdik deb qo'yadigan bo'lsa, elga ham ketsangiz bo'lardi. Yoki kim bilandir suhbat o'tirmoqchi bo'lsangiz, suhbatga ham ketsangiz bo'ladi casual kiyimda. Casual kiyimda nima bor? Optionality ko'p deylik. Lekin prosta oddiy kiyinishda unaqa optionality ko'p emas. Bu misollarni keltirdik-da endi. Endi bizga nima olayligimiz esa buni gaplashib nima ola olishimizni. Sizda qanaqa nima bor? Bitta no tarafini o'ylab qoldim. Misol shu optionalityda delistda MES bilan low bor. MESda bilasiz ko'p imkoniyatlar bor. Lowda tubga kirasiz. Lekin qiziqishingiz lowda. Nima qilish kerak mana shu holatda? Aytdi-ku, bank nima edi? Qaysidir sohani aytdi, o'shanga kirdi, qiziqishi bor edi. Keyin kirdi, o'rgandi, keyin qarasa вообще ekan. Keyin tushunib yetdi. Chiqib ketsa, o'sha to'xtadi karyera. Qarangda, hozir siz savolingiz bor-ku, bitta nima dedingiz? MES bilan low dedingiz. MES bilan low bor. MES ko'p imkoniyatlar beradi, lekin men lowni yaxshi ko'raman. Low o'qigim keladi. Qarangda, bitta narsa bor. Bitta narsani aytib ketay. O'quvchi nima qilishni bilmagan holatida optionalityni tanlasin degan narsa bor-da bu yerda. Ya'ni siz 11-sinfsiz, bitiryapsiz, nima qilishni bilmayapsiz. O'shanda eng zo'ri optionality deyapti. Siz agar qiziqadigan bo'lsangiz yerda bilasiz nima qilishni. Misol siz olovga qiziqadigan bo'lsangiz, olovdan ketasiz. U qiziqasiz, bilasiz nima, qayerga ketayotganingizni bilasiz. Yerda unaqa optionality shart emas. Qiziqyapsiz-ku u narsaga ketasiz. Men shunaqa tushunaman. O'shanda skill aytdi-ku, o'shanda low bilan birga skillni qo'shib ketaverish kerak deb o'ylab qoldim. Boshqa skilllarni. Чтобы low to'xtab qolganda bunga sakrab olish kerak. Aka aytdi-ku, boshda nima dedi? Bir narsani biladi, keyin kooperating, SNM, keyin yana qanaqadir oshpazlik bir narsalar ketish. Qo'shib ketishlar aytdi. Masalan, lowda nimaga bo'ladi aka? Nimaga yo'l deyapsiz? Yo'q, men aytmoqchimanki, shu 11-sinfda bitirgan qanday yo'ldan ketay deb turgan bolani jihatidan gapirdi deyapsan-ku. Ya'ni siz agar lowga qiziqishingiz bo'lsa, ya'ni menda savol bor, qanaqa qiziqish u degan narsada. Qanaqa qilib qiziqasiz? Nima sababdan qiziqasiz degan savollar bor. Voy bo'lib ketaveradi. Deylik, bironta rol modelim bor, mashhur advokat yoki senatorman Amerikadagi.
o'sha odam videodan ko'rganmi yoki qanaqadir qarindosh gapda zo'r ishlab Endi pul topyapti. endi bu haligimga to'g'ri kelyapti. Interestga to'g'ri kelyapti. Yo'qolib qolishiga. Hali siz kirib ko'rmasdan kirib ko'rish kerak, keyin biladi qanaqaligini. Masalan, futbolchi bo'lgim keladi meni. Odam futbolchi bo'lib keladi, Ronaldoni ko'radi, keyin takoy uylar, boshqa narsalar, вообще role model. Haligi bitta kirgandan keyin kuniga masalan kamida 2 soat tronka qilishi, keyin har doim tronka qilishi, keyin muvaffaqiyatsiz boshqa narsalarni ko'rmaydi. Hali role model ko'rayotgan paytda. Lekin shunga tayyormi degan savolni berib ko'rish kerak. Bu ko'rgandan keyin qiziq tushib ketishi ehtimoli bor. Uni ham nima qilmaydi-ku, misol logika qiziqasiz, lekin matematikani o'qib turib logika o'tib ketsa bo'ladimi? Bo'ladi. Keyinroq. Masalan, Hozir matematika sizda bitta narsa bo'lib qoldi, bu yerda. Log bilan matematikani yonma-yon qo'yish ozgina nima noto'g'ri kelardi. Ustoz o'zi haligi grafikda ko'rsatib berdi-yu, sohalarni misol uchun 4 ta soha bo'ladigan bo'lsa, umumiy, misol science, keyin yana business, keyin yana oxirida yana bir nimadir. Endi bu science ichiga ko'p narsalar kiradi, o'sha aytgandek, jurnalistika, ilm qaysidir nima fan bo'yicha. Yo'q, ijtimoiy sayensga kiradi. Yo'q, yetdi shuni. ijtimoiy Ha, sayens ichiga kirib ketadi. Yana shunaqa sohalar. O'sha grafikda hozir parallel muhit datada yoki shu nimasida bor, ochaylik shuni hozir. Shu tashlab qo'yadi dedi-yu, tashlamaganmi kommentiga? Bo'lsa kerak. Screenshotlar grafik bo'lishi kerak. Bor ekan. Ha. Mana men aytgan narsa shu. Parallel muhit datada ham bor edi. Engineering, computing science. Mana bular sohada, mana bitta soha, umumiy katta soha, bu ham katta soha, bu ham katta soha, ana shu 5talasi, 6talasi bo'ladigan bo'lsa, endi ichida o'rganadigan narsa emas. Law, history, tepasida government turibdi, education, economics. o'sib borayotgan sohalarmi? Просто studentlar tanlaydigan nima? Mana bitta o'z kerak. Men demak, Endi mana major skorlari, eng zo'rlari, misol, Fiziks ekan. yo'q, bu mana Zo'r shu emas, sohada o'qiyotib qiyinchilik. turganlarda, qiyinchiligi ham emas. Shu sohada o'qiyotib turganlarda eng kuchli ball olishi. Mana bunda eng ko'p qaysi ekan? Business and commerce. Business and commerce. Mana shu A ketadi. Artificial science ekan. Artificial science bilan mana bu nima? Ikkita harf. operations manager. Operations managementni o'rganganlarda skori jimat bo'yicha eng yuqori. Endi bunda Engineering. Yo'q, o'ting. nima bu? Engineering, Engineeringda o'rgansa, ana zo'r. Bitta ham bor. philosophy, Philosophy, ya'ni o'sha o'zi aytgandek. Humanities degan nimada? bo'linadi. science, Science bo'yicha qaysi Mathematics, ketyapti? mathematics, Fizikani physics. o'rgangani, mana shuni ichidagi sohalarda xohlaganiga o'tib keta oladi, boshqalariga ham. Jimat bo'yicha deydi. Social science. Ha. Ana endi aytdi nima bor? Mana bu yerda bor shu social science, Economics. law ham bor, hammasi bor. Shu bo'yicha solishtiradigan bo'lsak, logikni to'g'ri keladi, ilmiy jihatdan to'g'ri keladi. Nima to'g'ri? Solishtirishimizda, misol uchun matematikani lawga to'g'ri kelmasligini shu bilan aytmoqchiman. Demak, mana shu yerda eng baland sohalarni tanlasa, Shuni ichidan aytyaptiki, ko'p bo'ladi. ha, ustoz aytyaptiki, shuni ichida skori eng yuqorini, ya'ni qiyinini tanlash kerak demoqchi shu sohalar eng ichida. skor yuqori tanlash kerak. Nimagaki uni ichida optionality bor. Ha, mana social science ichidan eng yuqorisini tanlaysiz, science ichidan ham eng yuqorini tanlaysiz. Agar science o'qimoqchi bo'lsangiz, keyin nima? Humanitiesdan eng yuqorisini tanlaysiz. Agar shu sohani o'rganmoqchi. Birinchisi nima? Business and shu commerce o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu sohani mana shuning ichidan eng kuchlisini tanlaysiz. nimaga tanlash kerak? Nimaga o'shani tanlash kerak? O'sha ichidagi bu qolganlarga qaraganda ko'proq opsion beradi bunga. Qanday opsion beradi? Deb aytaylik bittasini, bittasini tanlaylik, qaysi? Qaysi? Xuddi mana qani? Birinchisi. Physics. Masalan, physics. Science-dami? Ha, science. Social Ha. science. Fizika qiyin. Ichida ko'p qonuniyatlar, matematikaga yaqin, buni o'rganish kerak. Buni o'rgangandan keyin o'sha qanaqa opsion beradi sizga? Bemalol injineringga o'tib keta olasiz, ya'ni matematikaga yaqin bo'lgani uchun shuni o'rtasidagi, mana ichidagi hamma agriculture ham qilsangiz bo'ladi yoki o'sha rocket deymizmi, shunaqa narsalar, texnologiya qurish hammasiga o'tkazsangiz bo'ladi. Yoki buxgalteriya. Ha, aytmoqchiki, science bo'ladigan bo'lsa,
ya'ni agricultureni tanlab qo'yadigan bo'lsak, bularni qila olmaymizku, mathematicsni, physicsni, unda opsion kam. Agar mathematicsni o'rganib turib chiqadigan bo'lsak, agar shu yo'lda ketmaydigan bo'lsak, biz Agriculture qolganlarga o'tkazib o'tib bo'laveradi, keta olmaymiz. misol. Agriculture o'tib keta olmaymiz, arxitekturga o'tib keta Teskarisi bo'lmaydi olmaymiz, lekin. biology, science o'tib keta olmaymiz, lekin teskarisi bo'lmaydi. Arxitekturaga kirib Mana turib, shuning uchun opsion ko'p. agriculturega o'tib ketish qiyin. Men shuni aytmoqchiman. Biz shunaqa. Markezimda aslida uni karyera o'zgartirdim. Unisini o'zi tanlaysiz, uni nima qilib qo'yasiz? netga hozir. Gaplashib. Xo'p, sizda qanaqa nimalar bor? Fikrlar? Bo'ldi. Menda shaxsiy misollar bor edi, ularni aytib ketsam bo'ladimi? Xo'p, ishga olishda kadrlarni suhbat qilish o'zimda bo'lganda, optionality deganda aytib ketishimiz mumkin. Misol uchun, ishga qanaqadir kadr olinyapti, menda 3 ta nima bor? Opsion bor. Masalan, 3 ta bola bor. Bitta bola, ikkita bola, 3 ta bola. Ularning o'zining darajasi bor, holati bor qanaqadir. Bittasi aytaylik yaxshi, o'zining sohasida yaxshi. Bittasi odobli, lekin sohada unchalik nima mutaxassis emas. Bittasi o'rtacha, ikkalasidan ham o'rtacha. Endi men 3 tasiga qarab bir-biriga taqqoslab turib nima qilamanmi? Ishga olamanmi? To'g'rimi? Uchalasidan. Endi menda shu opsion ko'p bo'lsa, optionality ko'p bo'lsa, ya'ni 10 ta bo'ladigan bo'lsa, menda eng zo'rini tanlash osonroq bo'ladi. Chunki 10 ta opsion borda, ichida haligi yaxshiroq varianti borligi kattaroq bo'ladi. Misol uchun 3 tadan ko'ra 10 taning ichidan tanlashim yaxshiroq optionalityda. Chunki optionality ko'p va ichida haligi misol angliyskani biladiganim chiqib qolishi mumkin. Ichida qanaqadir o'zining sohasida yaxshiroq bilishligi, yaxshiroq chiqadigan chiqib qolishi mumkin. Misol uchun. Misol aytishimiz mumkin, 5 tachami odam bilan suhbat qilganman. Siz olayotganingizda. 5 ta, 6 ta odam bilan suhbat qilganman. Keyin ya'ni qiziqishlarim to'g'ri kelganini olganman keyin. O'zim misol to'g'ri kelgansiz sal. Keyin misol bu to'tvolay shunday tezda. Yo'q, yetmay просто hali aytmoqchiman, qadriyatlari shunaqa narsa to'g'ri kelganicha olganmiz. O'sha aytyapman-da. Keyin ikkinchisi hackingdagi akani misoli. Keltirib ketay yashni ham. O'shanda bizda optionality bo'lardi, o'shani nomerini olganimizda. Oddiy misol, o'shanda hech narsa yo'qotmasdik o'shanda. Bizga afsuslanligi shu narsa olgan. Agar biz o'shanda nomerini prosta topib qo'yganimizda akani, bizda hozir ko'p yordam bersa bo'lardi. U ertaga muammoda ham, tashqaridagi muammolarda ham optionality zo'r networking bo'lardi, lekin biz o'sha narsani qilmadik. Olmadik, prosta uyaldik, xullas xayolga kelmadi. Bitta misol. Keyin men joynamoz olib olishda yozib qo'yibman. Misol, agar sayohatga chiqadigan bo'lsangizlar, qayerda namoz o'qiganini qiynalasiz-ku, qayerda o'qishga o'ylanasiz, o'ylanasiz. Ba'zida qiyin bo'ladi. Agar joynamoz unchalik og'ir narsa emas, buni savosiz, lekin qiynalganingizda shuni hisobda o'qib ketaverasiz. Любой joyda. Joynamoz har xil rollarda bo'ladi. Joynamoz og'irlik qilmaydi. Har xil rollarda ham. Misol dasturxonni o'tdik-ku, haykingda. To'g'rimi? Xullas shunaqa mendagi nimalar, misollar. Senda qanaqadir nima bo'lsa? Plastik karta deyman men. Pasport bizni pasport so'rab qolish mumkin edi, lekin so'rab qolish nimasi bor edi, riski bor edi. Olishimizni og'irlik qilmadi, so'ramadi, lekin biz uni pichoq sifatida ishlatdik. Ehtiyotdan dedi. Ehtiyotkorlik. Bo'ldi. Men yozibman. Endi bu optionality, misol biror bir shaxsni, insonni darajasidan kelib chiqib turib, har xil imkoniyatlar berar ekanda. Ya'ni optionalityga tushilar ekan. Shuni o'yladim men. Ya'ni ustoz aytdiki, ko'proq haligi pik darajasini o'zini misolida aytib o'tib ketdi endi. Ya'ni bunaqa bo'lish uchun nima qilish kerak deb yozib qo'yibman men ikki misol uchun. Ustoz o'zini misolida ko'p keltirdi-yu, misol. Shu maktabda faqat nima bilan hozir. Xo'p. Qanaqa tushuntirsam bo'ladi shuni hozir. Bo'lish uchun nima qilish kerak? Yetkamayapti hozir bor. Bunaqa bo'lish uchun, ya'ni bunaqa inson bo'lish uchunmi? Bunaqa inson bo'lish uchun nima qilishga kerak demoqchisan? Yo'q, shunaqa
opsionga ega bo'lish uchun nima qilish kerak degan ma'noda yozib berishim kerakda. Bunaqa opsionga ega bo'lishlik ikkinchisi uchun ham akani holatidan kelib chiqadigan bo'lsak, aka eng zo'r qilgan ishi shu ingliz tilini o'rganish bo'lgan. Xuddi Doniyor berdi keysdaqa. Ingliz tilini o'rgandi, undan keyin teachingga kirdi. Teachingga kirib turib, erta ozgina teaching qildi. Unda O'qish tashlab ikkinchi nima Ha. paydo bo'ldi? O'qish tashlab ketmasdan turib, o'qishni ham tugatdi, ingliz tilini davom ettirib, Davom ettirib, ingliz tilini o'qituvchilikda boshladi. yana Unda bitta opsion qo'shilib qoldi, Ha. o'qituvchilik qobiliyati. keyin o'qituvchilikda davom ettirib, ozgina nima qildi? Biznes ochdi o'zi. O'sha Piyoda. o'zi Nima, maktab ishga boshqarishga o'tib ketdi, Ishga ishga kirdi. kirgan. Meritga. men uni tibbiyotga ham kirib ketaman. Endi agar Ishla misol uchun oladi mabodo bankrotga uchrab turib, anglizki umuman yo'qib ketadigan bo'lsa, yo'qib ketish qanaqa? O'zi xohlasa. Ikkinchi daraja yoki uchinchi daraja bo'lib qoladigan bo'lsa, unda opsion bor nima? Tibbiyot. Tibbiyot yo'qolmaydigan narsa-ku. Ozgina 6 oylik masofa bor deyapti. 6 oylik masofa qanaqa? Ozgina treningdan o'tib oladi. Keyin shuni nima qilib, o'tadi. Juda ham kam qolib shunga to'xtatib boshqa telefon qilib tursa bo'ladi. Bo'ldi, shu tugatamiz. Tugadi-yu. Shunaqa holat shu. Ha, yozib qo'yibman yana bitta. Kim bilan tanishish ham opsionlik beradi. Ya'ni darajamizdan kelib chiqqan holatda. Misol siz qanaqadir klubga bormoqchisiz, e'lonni ko'rib qoldingiz. Misol zakovatgami, Qo'shimcha qilib ketsam bo'ladimi? shunga ham. Tanishish, networking masalasi. Ha, tugatavering. Misol biror bir communityda communityga qo'shilish imkoniyati bor, lekin sizda yana bitta imkoniyat bor, choyxonaga borib osh yeyish. Sizda qaysi biri ko'proq opsionlik beradi? Misol, o'sha kim bilan o'sha paytdagi bizning variantimiz ham ko'proq. Communityga access ola olish ham o'zi situatsiyaga bog'liq. Ya'ni etga borgandan keyin har xil sohadagi nimalar tanishishingiz mumkin deganman. Access yo'q bo'lishi mumkin communityda. Endi u boshqa masala. Mendagi qo'shimcha o'zi haqiqiy networking qanaqa bo'ladi? Misol networking deymiz, misol bitta odam bilan tanishdingiz, nomerini olib qoldingiz, boshqa qildingiz. Bu networking emas, qachonki networking bo'ladi, ikkala tomondan manfaat olsa. Mana shu networking, ya'ni xuddi bunaqa narsada qanaqadir kattaroq boshliq tanishingiz bor, misol gayiga chiqib qolsangiz telefon qilasiz, aka hal qilib bering deb. Faqat siz undan yordam so'raysiz, sizdan hech nima olmaydi u odam. Bu networking emas, qachonki ikkala tomondan bir-biridan manfaat olsa, mana shu networking. O'zi qoidasi bo'yicha shunaqa. Deylik, misol, men shaxsiy brend yuritaman va zalga chiqib turaman. Zalda bitta trener bor. Trener menga o'zi o'rgatib, o'zi meni darajaga olib chiqib beradi, tekinga men unga qanaqadir advice'lar berib turishim mumkin shaxsiy brendda. Ya'ni ikkala tomondan ham manfaat bo'lyapti. Barterga ishlanilyapti. Win-win situation, shu networking holati bo'ladi. Chunki faqat bitta tomon manfaat olaversa, narigi tomonga yoqmay qoladi. Misol, men sizga telefon qilib so'rayapman, "Assalomu alaykum, bunaqa deyapman." Lekin qanaqadir yordam so'raysiz menda, men hal qilib bera olmayapman. Yoki siz bilasiz, mendan qanaqadir yordam ham ola olmaysiz. Faqatgina men sizdan so'rayapman. Mana shu holatda o'sha networking bo'lmaydi. Ha, networking bo'lmaydi. Faqat ikkala tomon manfaat olinsa, sizda networking. Ha, o'shancha shekillansa ekanda. Okey. Xo'p, bo'ldimi? Boshqa nimamiz yo'qmi? O'zi cho'zilib ketdi juda. Kutganimiz yaxshi. Xo'p, menimcha zo'r bo'ldi bugungi epizodimiz. Xudo xolasa ertaga yoki indinga chiqaramiz. Bugun asosiy o'rgangan ma'lumotlarimiz birinchisi, ya'ni g'oyalarimiz transfer learning bo'ldi. Ikkinchisi optionality, ya'ni variantlilik. Menimcha qiziqarli bo'ldi. Yetarlicha ma'lumot oldik deb o'ylayman. Agar qolganlarda gap, so'z, savol bo'lmasa tugataveramiz. Shunaqa, hammaga bay-bay. Agar qanaqadir sizlarda qiziqqan yoki qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa, savollar paydo bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangiz, javob qaytaramiz. Like bosib qo'ysalang, yana ham ko'proq tanishimizga yordam bergan bo'lasizlar, lekin subscribe bosishni unutmanglar. Bizga bu juda ham muhim deb o'ylaymiz. Rahmat. Paka-paka. Davom etaverasiz. Paka-paka-dami? Paka-paka.